Bası 100 ming so'mda uradi. Kami var deydi. Ona torpog'i 3-torpog' ekan. Ona. $80 ming so'm deydi. Buqaning bahası 80 ming so'm. Evet, bir 80 ming so'mlik buqaning salmog'i. $417 kilo. Aka bas qancha buni? Qancha oldi? 363 kilo. Bular ögüz bakkanlar üçün de. Buqa bakkanlar üçün eken bu. Ögüzdü kaşıganга, buqanычı semirgende buqa kıçat. Oşonu tırmayt eken. Bunau atlar üçün eken. Bu maydara eken tişleri. At kaşıganга bu. Mınalar buqanın kığın tazalaydı. Tartatda mı sapta aldı. Buna onun basını aytın eken. Bular 100 so'mdan eken. Buqanıqı 100 so'mdan. Attırmay turgan. Attırmaydı. Bul dele 100 so'm bu. Bul dele 100 so'm deydi. O tane tortmadır ekan. Qancha bu? 150 so'm. Bul 150 so'm deydi. Da çöp qirqishingiz qancha? Bu 200 so'm. 200 so'm çöp qirqish. 150 litre kaynatib yuradimi o? 500 litre ekan. Bu motor rol o'ynaydi, bu kichik rol o'ynamaydi bu. Çöp qirqish 100 so'mdan. 150 litre nafas var. Ha, bak. Aka bunu ne işlatını al? Hadi buraya atalab pishiradi, gari yo'q. Bundan mayda kömürdü salatken dağı kuyguzub turib atala qılatgan buqalar qancha? Birazdan ko'rsatib qo'yingchi. Ko'rsatib qo'ygan. Qanchani yeniga? 100 so'm. Qanaqa set ortasiz? Buqalarga atala pishira turgan. Tagina mayda kömür salib turib bu yoqdan shamol haydaydi da. Motor. Mana motor chiqib Çöp qirqqanga. Mana shunda kömürdü salatganda mayda kömürdü. Yuz qancha? Mana ol jaqdan Motor ulab. motor bilan 200 so'm. haydaydi shamol bilan. Bu yoqdan atala qaynatatgan. Qozon asib qo'yibchi buqalarga. Bundan bası qancha bası? Gaz balon tagida ekan o. Bo'ladigan 700 so'm. 700? Olish narxi 700. O'zi 1000 so'm kam bor deydi. 1000 so'm kam bor deydigan, sotilishi 700 so'm deydi. Yo'q, bu yoq yo'q chiqaradi. Atala kaynatamiz da chiqib. Şu 3,5 ming so'mlik buqaning bahası. Chiqib ketdi boshdan. 63,5 ming so'mlik buqaning bahası 63,5 salmon gross. Qancha? 165 çıktı. 165 dedi. 365 kilo. Kilometre seni. Nasıl almayacaksın? Qancha oldu?
Akamda kaç oldu? Vardı o. Torpaq 32,5 ming so'm bo'ldi. Erkek torpaq. Boş. Aka bu qancha oldi? 85 mi? 85 ming so'm bo'ldi. Torpaq qancha dedingiz? Yok, versem aytasın değil mi? Gep koçum. Nereye Ha, Meniki emas. Gep koç. qanchaga torpaq? Yok, o sene de Dar atasını görüyorsun. Qancha? 22. 22. Evet, 22 dedi. 22 dedi. 22. 22 dedin mi? Lan tak lan. Rastım 22. Her. Çırpı bazı 28 mi oldu? 28 ming so'm bo'lgan ekan. Alındı bu la. 28 ming so'm oldi. Ya bundan bahsini aytib qo'ying. 30 ming so'm kam var deydi. Ya bundan tay torpaqlar o'qiladi? Torpaq bo'ladi ta. Ya salmon bulasam mı? Ya bundan bahsi qancha oldi aytib qo'ychi. 95 bin lira. 95 mingga so'ragan ekan, berib qo'yib tur, sotilmay ketib o'tadi. Torpaqning bahsini aytib qo'ychi. 24 ming so'm. Narx qarasicha. Boz torpaq 24 ming so'm, narx qarasi 25 ming so'm. Ya mana sizda aytib qo'ying qancha bas. 25 ke verelim. 25 mingga berem deydi. Nalcha? Anıs 25 yarım verelim. Vereceğiz. Buna 25,5 ming so'mga berem deydi. Qara ögüzdün paylari 3'ü 242 ming so'm bo'lib tur. 3'ünün birisi 470 kilo chiqdi. Buna bu kadar. Yüz 370 kilo çıktı targılığımız. Kızılbuka 497 kilo çıktı. Bu çeviştin boğası 7 ming so'm deydi. Qanchaga beresin? 6 ming göresin de. Qanchaga so'rashdi? 7 ming so'mga berem deydi, kami yo'q deydi. Qo'chqorlarning boğası qanchadan? Ava. Qo'chqorlarning boğası qanchadan? 5'ten biri. 5 ming so'mdan tanda ola öğretkesinler. Üçe urga çıkan, kalganı bari erkek deydi. 5 ming so'mdan da o'tadi. Aka, qo'zlu qo'ylar qanchadan? 12 ming so'mdan qo'zlu qo'ylar. 12 ming so'mdan tanda ola öğretken da? Tanda ola öğretirdi onu? Ukam, qo'zlaring qancha so'mdan? 5 ming so'mdan bu. Erkek bir kaçı var? Ben boşadım kaçamam. Erkek qo'zlar ekan 5 ming so'mdan da o'tadi. Göreyim de iyileşsin. Ha? Valda. Takan qancha takan? 4,5 ming so'm deydi takani. Ekotek 4,5 mingdan mi? Uloq chapqanlarga. Dört yarım ming so'mdan takalar. Aka, qo'zlu qo'yingiz qanchadan? Bosi qancha? 9 ming deydi qo'zlu qo'y. Qo'z erkek bu qancha? Qo'z erkek qo'z. Qancha ketdi aka? 6 ming so'mda o'tadi aka. Aka, jaraytda buni.
Nasıl anan rahmet aytasın. Qanchadan eşkiler? 5,5'dan kam var. 5,5 ming so'mdan kami var iki echki. Sizniki qancha sizniki? 4,5. Uloq 4,5 ming so'm. Uloqning bahsi qancha? 4,5 ming so'm uloq. Qancha? Takalar 5,5 ming so'mdan takalar. Hey. Uloqlarınız qanchadan? Buna 5,000, buna 3,000. Aq uloq 5 ming so'm deydi. Qarasi 3 ming so'm. Echkingizchi qara echki? 6,5 ming so'm qara. Taka qancha oldi? Satılati. Qancha bahsi? 9 mingdan takalar. Ya uloqni echki qancha ekan? 6 ming so'm oldinglar mı? 6 ming so'm ulog'i bilan olib tur. Ukamlar ko'gachki qancha ko'gachki? Ko'gachkining bahsi 8 ming so'm, kam bor deydi. Takım bu. 12,5 kam. Qancha tish? Buna qarangsiz. Bildim, az baram. Qarangsiz. 12,5 ming so'mda 4 tish qo'y. Aka bugun O'zgondagi bozor daha bitdi. Qaytdik.